Assalomu alaykum. O'tgan hafta jahonda va O'zbekistonda marketing va biznes bozorida bo'lib o'tgan yangiliklar, bo'lib o'tgan voqealar haqidagi o'zimni fikrimni bildiradigan hafta dayjestini boshlaymiz. O'tgan hafta O'zbekistonga katta maqsadlar bilan kirib kelgan rossiyalik reteyler Svetofor kompaniyasi Toshkent bozoridan chiqib ketganligi ma'lum bo'ldi. Svetofor kompaniyasi bu o'sha juda ham arzon narxlarda mahsulotlarni xaridorlarga taqdim qilishini e'lon qilgan reteyler kompaniya edi. Toshkent shahrida 5 ta yo 6 ta do'konlarni ochgan edi. Pix Kartaris Telegram kanalining bergan ma'lumotiga ko'ra, kompaniya 2024-yili 3.1 milliard zarar bilan chiqqan. Endi o'zi reteyler yoki yangi bozorga kirib kelayotgan kompaniyalar qandaydir vaqt davomida investitsion period bo'ladi, ya'ni qanaqadir zarar bilan chiqishligi mumkin, lekin menimcha bu katta summa bilan zarar bilan chiqishgan va O'zbekiston bozoridagi katta retail o'yinchilari bilan menimcha kurasha olishmagan va shu sababdan hozircha Toshkent shahridan chiqib ketishdi. Vodiydagi do'konlar ishlab turibdi, lekin menimcha ular ham yaqin orada yopilsa kerak. Toshkent shahrida yangi aeroport ish boshladi. Asosan davlat delegatsiyalari va biznes aviatsiya uchun mo'ljallangan aeroport deb e'lon qilindi. Endi uni marketingga aloqasi haqida gapiradigan bo'lsak, aeroport nomini eshitgan bo'lsangiz, eshitgansiz, eshitmagan bo'lsangiz qani topingchi. Ha, aeroport nomi Humo. Oxirgi vaqtlari naming masalasida Humo juda ham ommaviylashib ketdi. To'lov tizimi, sport klubi, arena, aeroport va hokazo juda ham ko'p yo'nalishlar bor. To'g'risi, bu qarorni qabul qilgan mutasaddilar o'zlarining qandaydir bir fikrlari yoki o'zlarining qandaydir bir maqsadlari bo'lgan bo'lsa kerak. O'zi naming masalasida ozgina to'xtalib o'tadigan bo'lsam, bilasizmi, ko'pchilikning fikriga qo'shilmayman. Qaysi ma'nodagi naming masalasida ko'pincha juda ham ko'p kompaniyalar, juda ham ko'p biznes, ayniqsa endi boshlayotgan odamlar namingga juda ham kerak bo'lmagan darajadagi ortiqcha e'tibor qaratishga harakat qilishadi. Ya'ni naming haqida juda ham ko'p bosh qotirishadi, juda ham ko'p biron bir yangi ishga nom berishda rosa qiynalishadi, juda ham ko'p vaqt ketkazishadi. Menda bunga nisbatan fikr biroz boshqacharoq. Meni fikrimcha, biron bir kompaniyaning nomidan-da ko'ra u kompaniyaning qilayotgan ishlari o'sha nomni ulug'lashiga olib kelishi mumkin. Har doim bitta oddiy misolni keltiraman. Dunyodagi eng zo'r va mashhur marketingga eng zo'r bo'lgan kompaniyaning texnika ishlab chiqargan kompaniyaning nomi Olma. Ya'ni Olmani texnikaga nima aloqasi bor? Misol uchun biz hozir texnika yangi kelinglar, yangi texnika brendini ishlab chiqaramiz deb nomini Tarvuz qo'yamiz desam, savol tug'ilishi mumkin. Nimaga Tarvuz? Tarvuzning nima aloqasi bor? Xuddi shunaqa Olmani nima aloqasi bor? Lekin kompaniyani faoliyati zo'r bo'lganligi uchun, mahsuloti zo'r bo'lganligi uchun hamma Apple desa qo'lini ko'taradi, zo'r deydi. Shuning uchun menimcha nomga unaqa qattiq, to'g'ri, endi nom to'g'ri bo'lishi kerak, soзвучный bo'lishi kerak, qanaqadir yomon narsani bildirish kerak emas, lekin unaqa katta ortiqcha e'tibor berish menimcha noto'g'ri. Biznes boshlayotgan paytda aynan mahsulotni boshqa sifatlariga, ya'ni xaridor uchun muhimroq bo'lgan sifatlariga ko'proq e'tibor berish menimcha maqsadga muvofiq. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Amerika Qo'shma Shtatlariga tashrifi doirasida juda ham katta biznes delegatsiya ham Amerika Qo'shma Shtatlariga tashrif buyurishdi va juda ham ko'p uchrashuvlar bo'lib o'tdi va o'sha yerda e'lon qilingan yana bitta menimcha juda ham muhim va juda ham katta yangilik bu Akfa kompaniyasining rahbari Jahongir Ortiqxo'jayev e'lon qildilarki, yaqin orada Amerika Qo'shma Shtatlarida Akfa kompaniyasi o'zining turkiyalik hamkorlari bilan birgalikda zavod ochishar ekan. Bu menimcha juda ham zo'r yangilik. Ya'ni biz odatda o'rganib qolganmiz chet el kompaniyalari O'zbekistonga kelishini, lekin O'zbekiston kompaniyalari chet elga chiqishini va chet elga chiqqanda zavod bilan ishlab chiqarish bilan chiqishi bu menimcha juda ham zo'r yangilik. Akfa kompaniyasiga omad. Zavod ochilganda ko'ramiz qanaqa mahsulotlarni chiqarishini va qanaqa qilib Amerika bozoriga kirib borishini kuzatamiz. Juda ham qiziq. O'zbekistonda juda ko'pchilik tarafidan kutilayotgan islom bankingi to'g'risidagi qonun ma'qullandi. Bu anchadan beri kutilayotgan yangilik edi. Ya'ni O'zbekistonda endi
islom moliyasiga asoslangan banklarni ham ochish mumkin bo'ladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturining so'rovlariga asoslangan holatda aytishimiz mumkinki, O'zbekistonda 68% aholi va biznesning 60% faqatgina diniy e'tiqodi sababli odatiy bankdan foydalanishni xohlashmas ekan. Aynan bu masalani yechish uchun islom bankingini joriy qilinishi juda ham zo'r yangilik. Endi islom banklari ham O'zbekistonda ko'payadi va bu aholining va biznesning bank mahsulotlaridan foydalanishini keskin ravishda oshiradi. Bu yaxshi yangilik va nafaqat biznes nuqtai nazaridan, marketing nuqtai nazaridan ham bugungi kunda O'zbekistonda banklarning faolligi va banklarning marketing va reklama bozoridagi o'rni juda ham oshib ketyapti. 2025-yilda misol uchun televideniyada banklar 2-o'ringa chiqishdi. Reklama beruvchilar sifatida o'sha ichimliklardan keyin ilgari farmatsevtlar edi. Hozirgi kunda banklar 2-o'ringa chiqishdi va banklarning marketingi va reklamaga ajratayotgan yillik byudjetlari keskin oshib boryapti va islom bankingini joriy qilinishi ham bu bozorni yanada rivojlanishiga olib keladi. O'tgan hafta O'zbekistonda uy qurilishi developing bozorida bitta juda ham katta yangilik bo'lib o'tdi. Bilamiz, Energy kompaniyasi bu Qozog'istonning eng yirik uy qurilish kompaniyasi BI Group bilan O'zbekistondagi eng yirik qurilish kompaniyalaridan biri Murad Buildings kompaniyalari tomonidan ochilgan qo'shma korxona edi va ko'p yillar davomida O'zbekistonda turli xil loyihalarni amalga oshirib kelishgandi. O'tgan hafta bo'lib o'tgan o'sha yangilik natijasida Energy kompaniyasidagi o'zining ulushini Murad Buildings kompaniyasi to'laqonli BI Groupga sotdi. Bu degani endi O'zbekistonda BI Group nafaqat o'zi BI brendi ostida ishlardi bungacha, endi Energy BI bo'lib 100% BI Group boshchiligiga o'tdi. Murad Buildings esa o'sha o'zining faoliyatini o'z loyihalarida amalga oshiradigan bo'ldi. Ya'ni BI Group juda ham bitta katta o'yinchi sifatida O'zbekiston bozorida ham o'z faoliyatini davom ettiradigan bo'ldi. Bu yangilikning bir qiziq tarafi e'lon qilinmadi, ya'ni o'sha Murad Buildings kompaniyasining ulushi necha pulga baholanganligi va BI Group tomonidan necha pulga sotib olinganligi ko'pchilikka qiziq bo'ldi, lekin ushbu kelishuvning bu qismi ommaga e'lon qilinmadi. Uklon taksi kompaniyasi Sid kreativ agentligi bilan hamkorlikda Uklonda kim arzonroq yuradi degan yangi reklama kampaniyasini e'lon qildi. Ushbu reklama kampaniyasini juda ham qiziq e'lon qilgan, ya'ni kreativ juda ham qiziq ishlab chiqishgan. Agar ko'radigan bo'lsak, kreativ kompaniya va o'sha kompaniya Uklon kompaniyasining marketologlari harakat qilishgan har bitta o'sha kreativ messajda har bir inson o'zini ko'ra olishini, ya'ni Uklon kompaniyasi ushbu reklama kampaniyasi orqali o'zining eng arzon taksi xizmatini taklif qilishini e'lon qilgan. O'zi taksi bozoridagi bo'lib o'tayotgan qiziq bir holatni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bilamiz, to'liq Yandexning dominantligini, lekin o'sha boshqa kompaniya, ya'ni Uklon kompaniyasi va Millennium shunga o'xshagan boshqa taksi kompaniyalari ham bor, lekin ular raqobat qilishga ancha qiynalishadi, chunki Yandex ulushi juda ham katta. Lekin mana shunday bir kreativ yo'nalishlar orqali turli xil bir qiziq marketing kodlarini ko'rishimiz mumkin. Qanchalik bu Uklon kompaniyasiga omad keltirishini yoki keltirmasligini vaqt ko'rsatadi. O'tgan hafta bo'lib o'tgan asosiy biznes sohasidagi yangiliklar shulardan iborat edi. Keyingi haftada bo'lib o'tgan yangiliklar bilan sizlar bilan bo'lishamiz. Rahmat.